onalar haqida yozmoqchi bo'ldim. Lekin ojiz ekan hali qalamim. Yozdim, o'chirdim. Yozdim, o'chirdim. Oq qog'ozdan oldim go'yo alamim. Onajonim, sizni ta'riflash uchun bisotimda kamlik qilar so'zlarim, shuning uchun sizni ta'riflab emas, o'zimni ayblab yozish ko'zladim. Esimda egalik qulman derdingiz, xotiramda qolgan aytgan so'zingiz, vaqtni aylanib kelishin qarang, egalik qul hozir sizning qizingiz. Ishga deb chopaman, uyga chopaman, uy, ro'zg'or, bolalar, tashvishlar serob, kunlar o'tishini sezmay qolaman. Qachon sizni ko'rdim, qilaman hisob. Bemehr qizmanmi? Aslo onajon, qalbim mehr bilan to'lalim, molim, oq sutingiz bilan bergan mehringiz to'ldirgan yuragim, vujudim, qonim. Ko'p bo'lmadi. Bir yaqin dugonamning yoshgina onasi to'satdan o'tdi. Onamlab zor qaqshab qolgan dugonam dildagi gaplarini bizlarga to'kdi. Bir hafta o'tirdim ota uyimda. Keldi ketdi kutdim, uyga ham bormay, bola chaqa mensiz yashar ekan-ku. Kunini ko'rdi-ku, bir kun och qolmay, bemalol kelmasdim onam borida. Onam abadiydek ko'nglim edi to'q, kechgacha o'tirsam bo'lmas edimi? Endi afsuslardan hech bir foyda yo'q. Dugonam so'zlari ochdi ko'zimni. Men-chi, nima qildim siz uchun ona? Ayblarimni yozsam qog'ozim to'ldi. Siz qancha vaqtni yo'qotibman-a? Bir yilda bir marta kafega boshlab, bir sokin go'shada suhbat qurmabman. Tutib qo'lingizga tamomnomani, ona tanlang, nima yeysiz, demabman. O'tgan hafta dugonalarim bilan, kecha qo'shnilarim, bugun oilam, bariga vaqt topdim. Lek yodimda yo'q, qachon sizni xursand qildim volidam. Boshingizga qo'ngan oppoq qirovda mening ham hissam bor, munis azizam. Peshonangizdagi ajinlar so'zlar, bizni deb tortgansiz qancha g'am alam. Yilda 2 bayram, 2 hayitda boshingizga ro'mol olib boribman. Nodon qiz, o'zim oxorlik ko'ylak va yangi poyabzal kiyib olibman. Nega tiktirmadim sizga xarirdan yoki Pombalxdan sipo bir libos? Nimaga olmadim bitta poyabzal? Ko'ylagingiz rangiga qilib rangin mos. Bolamga bozordan kiyim olganda deyman, onamga ham olaman shu gal. Yo vaqtim qolmaydi va yoki pulim, ha mayli olaman keyingi safar. Keyingi safarlar ko'payib ketdi. Qachon keladi shu keyingi safar?